ularning fikriga e'tibor qaratadigan bo'lsak. Nimaga uyni buzmadi? Chunki bu joy kimgadir kerak bo'ldi katta yo'l. Nimaga orqa joyi chiqarmadi auksionga? Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sergeli tuman hokimini o'sha qarorsiz mulklarni buzish estafetasini endigi navbat demak Yunusobod tuman hokimligiga hozirda biz demak o'sha Yunusobod tumani bo'tlari Hasanboy deyishar ekan, katta Hasanboymi shunaqa. Bir fuqarolar tomonidan murojaat kelib tushdi, ya'ni hech qanday sudning qarorisiz kelib turib o'sha hokimiyat vakillari jumladan o'sha hammaga mashhur bo'lgan o'sha kuni kecha millar ko'rsatuvida chiqqan hokim o'rinbosari tomonidan hech qanday bir sudning qarorisiz bizning joylarimiz buzib tashlandi degan iddao qilishdi. Ya'ni bu bilamiz, avvallari o'sha kolxoz bo'lgan paytlarda kolxoz ishchilariga yerlar berilgan. O'sha uy-joylar qurish uchun yerlar berilgan. Ana o'shalar bo'yicha yerlarni qurib turib, keyinchalik kadastr hujjatlari shakllangan. Bizda tug'ilayotgan bir qiziq savol bor. Shuncha yildan beri mana shu yerda turgan bir nechta fuqarolarning kadastr hujjatlari nima sababdan shakllantirilmagan? Yanada qiziq tomoni, aynan bir nechta fuqarolar bo'lishiga qaramasdan, aynan bu odamni yer joylari nima uchun buzib tashlangan? Mana o'zi sharoitlari ham bir haqiqatdan ekan. Ya'ni o'sha mashhur teplitsa qilib, mashhur teplitsada kun ko'rar ekanlar, oilalarni boqar ekanlar. Tuman obodonlashtirish bo'limida ishlar ekanlar bu akamiz. Aynan bularning joylarini kelib turib, o'sha Yunusobod tuman hokimining o'rinbosari tomonidan demak hech qanday bir sudning qarorisiz buzib tashlangan. O'sha yuzasidan o'zimizni surishtiruvlarimizni boshladik. Endigi navbat demak tuman hokimligiga, kadastrlar palatasiga bo'ladi. Aynan bu joyda nima sababdan kadastr qilib berilmagan shuncha odamga? Shu vaqtgacha 2018-yilda topshirishgan, 2018-yildan beri bir javob berilmagan, bir asosli javob berilmagan. Nima sababdan qurilmayotganligi, nima sababdan kadastr hujjatlari qilib berilmayotganligi yuzasidan. Shuncha odam. Hujjatlari bormi? Bor. Mana qancha hujjat kerak? Qaror bo'ldi, kolxoz qarori bilan bo'ldi. O'sha paytda hech kim kadastr degan narsani bilmagan. Faqat qaror bo'ldi. Faqat qaror bilan yashalgan bu yerda. Mana davlat arxivining hujjati. Mana Bu arxivda ham chiqib turibdi. Mana. Endi agar Novoda bu hujjatlarni ham arxivdan tozalab qo'yishmasa, ular holatlarni ko'rganmiz. Tozalashamaydi. Ular holatlar bo'lganda biz Endi arxiv ham tozalab qo'yilgan. Pashti mana Hasanboy aholisi pashti hamma pashti 90% hali qarorda o'tiribdi. Ha, shu faqat kolxoz qarori bilan chiqariladi bo'ldi. Qilingan